Xullas jangchilar, mana tepaga Supra deb yozilgan. Supra nima degan haligi unni xamir qiladigan lattachami? Xo'mo, shu? Ha, varaq nima o'g'a? Xullas bu yerdagi so'zlar hammasi qadimiy Xorazm lug'atiga tegishli bo'lgan so'zlar mana. Varaq. Varaq nima? Varaq. Tushorami? Tushorasizmi turibdi ko'rdi? Yo'q, tushoramasmi? Yo'q. Piyova nima o'g'a? Piyova. Piyova. Mana shu yerdan ko'rinib turibdi, tarixni zo'r bilishimiz. Piyova. Og'a, piyova nima? Piyova degan so'z nima degani? Bilmaysiz. Bu nima deb yozilgan? Cho'girma. Ha, cho'girma telpakka o'xshagan narsa. O, cho'girmani topdim o'g'a. Telpakka o'xshagan narsa mana. Xullas bu yerda o'sha Xorazmni eski so'zlaridan foydalanilgan. Lekin dahshat ekan lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Kulol. Kulol ana bu loydan yasaladigan narsalar mana kulol. Mana bu yerda mana ibodat qiladigan joy bor ekan. Rasmlarni qo'yib qo'ygan ayollar uchun. Namozxona bo'lgan oldingi davrdaganmi, endi ichkarini kirib hali ishga tushgandan keyin ko'ramizda. Ishga tushaversin qani.